Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilarga. Bugungi video rolikimizda biz sizlar bilan 145 olmosga mana bu pakni ochib ko'ramiz. Olmosimiz 179 ta. Bu yerda 145 ta ketdi. Va transferda Rafael Leao ketdi. Bu akkauntni bizga Zafar ismli obunachimiz berib turdi. Yaqinda shu akkauntga video olamiz. Oldin esa mana shuni ochib ko'ramiz. Obunachimiz o'zi ham aytdi, o'zingiz ochib ko'ring bir deb. Uni ochib ko'ramiz. Yana boshladik. Qani ketdik, go. O'sh fransiyalik 29-raqamda. Zarbalar 88. Tezliklar 95 bo'lgan Brazil Barcola. Screenshot qilib olamiz. Endi tarkib juda ham go'zal bo'ldi desam bo'laveradi. Misratini fitness coach hisoblaymiz. Akkauntimizda holat mana bunday bo'lmoqda. Bunday forum boshladi. Akkaunt shunday dahshatli kelmoqda. Va bu yerda 15 ta fitness coach bor, shularni ishlatib ko'ramiz. Unisi boshladik. Go. Yo'q, 83gacha qoldi. Cole Palmer. Bachem 81gacha qoldi. Son 82gacha qoldi. Sondan 600 chiqarsa bo'larmikan? Bajo kuch darajasi 90 bo'lyapti. O'zi esa 82 bo'lmayapti. Marquinhos'da kuch darajasi ketyapti. 83gacha qoldi. Yana Marquinhos tezanishiga ketdi va yana 83gacha qoldi. Shmarmish bo'lmadi. Barcola yangi olgan o'yinchimiz tushyapti. Yana Marquinhos. Caicedo'ga tushmayapti qandaydir. Birontasi kuchaymayapti. Marmush chidamliligi 78 bo'ldi. Bajo tezlanish 73 bo'ldi. O'zi 82 bo'lmayapti. Bo'lmadi. Bitta oxirgisi bo'lmadi. Terrare beramiz buni sonasi inson. Marush va Cole Palmer. Cole Palmer 84 bo'ldi. Shunday holat. Hozir Rafael Leaoni ushlab qo'yamiz 2 kunga. Mayli, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasa. Nima bo'lsa, hammaga xayr, sog' bo'ling.